To'ldiruvchilar bu betonning asosidir. Chunki beton hajmining 80% to'ldiruvchilardan tashkil topgan. To'g'ri tanlangan to'ldiruvchilar betonning mustahkamligi, uzoq muddatga xizmat qilishi va iqtisodiy samaradorligini ta'minlaydi. To'ldiruvchilarning turlariga keladigan bo'lsak, to'ldiruvchilar ikki turga bo'linadi. Tushunishimiz uchun yirik to'ldiruvchilar va mayda to'ldiruvchilar. Yirik to'ldiruvchilar nimaga aytilinadi? 5 mm o'lchamdan yuqorida bo'lgani yirik to'ldiruvchilar turiga kiradi. 5 mm dan kichkina bo'lgan o'lchamdagi to'ldiruvchilar esa mayda to'ldiruvchilar turiga kiradi. Yirik va mayda to'ldiruvchilarning betondagi vazifalari. Yirik to'ldiruvchi betonda skelet vazifasida ishlaydi. Yuk ko'taruvchi xususiyatlarini yaxshilab, betondagi cho'kishni kamaytiradi va iqtisodiy samaradorligini ta'minlaydi. Mayda to'ldiruvchilar esa yirik donalar orasidagi bo'shliqni to'ldirib, beton qorishmasining zichligini orttiradi va strukturani mustahkam bo'lishini ta'minlaydi. Beton uchun to'ldiruvchilarni tanlashda ushbu parametrlarga asoslanish zarur. Bular zichlik, mustahkamlik, suv shimuvchanlik, muzlashga bardoshliligi, donadorlik tarkibi, chang va loy aralashmalari miqdori betonning sifatiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatadi. To'ldiruvchilarni beton tayyorlashda noto'g'ri tanlash oqibatlari. Misol qilib aytadigan bo'lsak, noto'g'ri tanlangan donadorlik tarkibi beton qorishmasining yoyiluvchanligini kesadi hamda mustahkamligini qisman kamaytirishi ham mumkin va shu bilan birgalikda ko'pchilik holatda sement sarfini oshirishiga ham olib keladi. Mayda to'ldiruvchining tarkibida chang va loy miqdorini oshib borishi esa betonning yoyiluvchanligini kamaytiradi va o'z harakatini tez yo'qotishiga olib keladi va shu bilan birgalikda suv sement nisbatini ham yuqori bo'lishiga olib keladi. To'ldiruvchilar tarkibida ifloslovchi yoki zararlovchi qorishmalarning miqdorining ortib borishi esa betonning uzoq muddat xizmat qilishiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatadi. Bu yillar davomida yoriqlar paydo bo'lib, betonning yemirilishiga olib keladi. Beton tarkibini loyihalashda videoda aytib o'tilgan parametrlarga asosan to'ldiruvchilarni tanlash lozim. Xulosa qilib aytsak, to'g'ri tanlangan yirik va mayda to'ldiruvchilar o'z-o'zidan betonning mustahkamligi va har qanday inshootning xizmat muddatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.